Uyda bor mahsulotlardan shunaqangi ajoyib pechenye tayyorlab ko'rsatib beraman. Ungacha siz yurakchani bosib qo'ying. Xullas, idishimizga tuxum, shakar, vanilin shakari solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan esa kraxmal bilan o'simlik yog'ini birin-ketinlikda solib, uni ham aralashtirib olamiz. Aralashtirib olgan massamizga elangan unimiz bilan razrixlitelni solib, xamir qorib olamiz. Unimizni birdaniga sovormaymiz. 2 bo'lakka bo'lib solsak, shunaqangi elastikniy xamir tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni shunaqangi 4 bo'lakka bo'lib, videoda ko'rsatilgandaqa qilib yoyib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi esa, hurmatli asabi chatoq ayollar, ekranga yaqinroq keling. Qo'lingizga shunaqa bitta vilkani olasiz, xamirlarga botirasiz, qarabsizki, shunaqangi bantikchalar paydo bo'ladi. Tayyor bo'lgan bantikchalarimizni listga joylab, 10-15 minut davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilarini xohlagancha bezatib olsanglar bo'ladi. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga meni qidirib qolmaslik uchun like bosib saqlab oling va menga obuna bo'ling. Yana maqtanyapti demanglar, shunaqangi bomba pechenye retsepti bilan keldim. Xullas, elangan un, sariyog' solib yaxshilab qolib olamiz. Ketida razrixlitelni ham solib aralashtirib olamiz. Smetana, shakar, vanilin shakari, tuxum sarig'ini solib xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindirishga jo'natamiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, quyultirilgan sut quyib aralashtiramiz. Tinib olgan xamirlarimizni 12 bo'lakka bo'lib yana 10 minut tindiramiz. Endi esa shu joyga yaxshilab e'tibor beramiz. Xamirlarimizni o'rtasini emas, chekkalarini yoyib, videoda ko'rsatilgandaqa qilib nachinkani solib tugib olamiz. Tugib olgan xamirlarimizga videoda ko'rsatilgandaqa qilib shpatel bilan shunaqa 3 ta chiziqcha churib olamiz. Endi esa shu joyga yaxshilab diqqat qilamiz. Churib olgan chiziqchalarimizni pinset yordamida xuddi shu ko'rinishda qimchilab chiqamiz, keyin uzorlar berishni boshlaymiz. Agar siz yong'oq yoqtirmasangiz, uydagilarga yoqarmikin deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, ichiga xohlagan nachinkangizni ishlatsangiz bo'laveradi. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni ustini xohishga qarab bezatib olsangiz bo'laveradi. Xohlasanglar bodom, xohlasanglar yong'oq. Pechenyelarimizni listga joylab pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga xohlagan siroplar surib, dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib saqlab oling va menga obuna bo'ling. Ishoning, bundan zo'r pechenye retseptini qidirib ham topa olmaysiz.